Biz bu qitim darsda rasmlarning cho'ng kishilik tanishishini so'zlab o'taylik. Biz nima uchun rasmlarning cho'ng kishilik tanishaymiz degan chog'da har xil sabablar bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi rasmlar intayin cho'ng, lekin siz buni do'stingiz bilan bahrilamoqchi bo'lgan bo'lsangiz, uningga masalan to'rdan yo'llab berish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin agar bu rasmning asli sig'inbak yo'g'on bo'lib ketgan chog'da qarshi tarafdan topshirib olish osta, to'g'ri raqamning sarf bo'lishi ko'p va yoki o'ngishli topshira olmaslikdek ahvollar yuz berishi mumkin. Shu vajidan siz ba'zi vaqtlarda rasmning asl sig'imini kichikiltirish, uning cho'ng kishilik tanishishga muhtoj bo'lib qolsiz. Biz bu rasmning cho'ng kishilik qanday tanishaymiz? Masalan, bu yerda hozir bu bir rasm turibdi. Bu hozir 22% cho'nglikda ko'ringan bo'lsa-mu, hamda xeyli uzun rasm, lekin buning sig'imi yana hozir 56.3 megabayt. Buni qanday bildik degan chog'da, buning ostiga kelgan chog'da sol taraf ostida buningki rasmning cho'ng kishilik ko'rinib turibdi. 56.5 megabayt. Bu rasm xeyli cho'ng hisoblanadi. Biz buni ma'lum darajada kichiltirishimiz to'g'ri. Lekin bizning tavsiyamiz, siz oldi bilan aslidagi suzuk holatdagi rasmni cho'qim ma'lum bir o'zingizning kompyuter bilanmi yoki rasm saqlash omborlariga saqlab qo'yishingiz kerak. Shunday bo'lgan chog'da aslidagi suzuk holatni har vaqt ishlata olasiz, foydalana olasiz. Nimishqa degan chog'da rasmni kichiklatgan chog'ingizda siz yana shu qurbonlik berishingiz to'g'ri keldi. Masalan, ba'zi suzuklik nuqtalari, ba'zi inchik nuqtalardan voz kechmasangiz bo'lmaydi. Masalan, biz bu rasmni men endi asli nusxa deb qaragan bo'lsam, bu rasmninkini men kichiltish nusxasini do'stim avat demoqchi. Men buni rasm kichiklatmoqchi, qanday qilishim kerak degan chog'da men buni bir nusxalab olaman. Nusxalash uchun rasmning ichidan siz buni nusxalash degan chekkandan keyin bu avtomatik bir ko'zga ochildi. Siz yangi nusxalagan rasmning ismini yozib berasiz. Masalan, men bu yerda do'stim deb yozib qo'ydim. Chunki men do'stimni yo'llamoqchi bo'lgan bo'ldim. Men jazmlashtirayotgandan keyin yangidan bir ko'zga ochilib, do'stim deb ochildi. Bu aslisi bilan hech qanday farqi yo'q. Men buni misolda aytay. Men mashina qolgan o'zgartirsam, kichiklatsam bo'ldi, chunki asl nusxasi bor. Men buni kichiltish uchun qanday qilaman? Qilish uchun oldi bilan tizimlash stolidan rasmdan chekib, buning ichidagi rasmning cho'ng kishligi degan nuqtani tanlayman. Buningda yoki tez ijro qilish belgisi alt, lekin control va ayni bossam bu ko'znak o'xshash ochiladi. Men buni chekkandan keyin yangi ko'znak ochildi. Agar sizning ekraningizda bu ko'znak intan kichik ko'ringan bo'lsa, siz buni xohlagancha cho'ngaytsangiz bo'ldi. Masalan, cho'ng bo'lgandan keyin siz diqqat qilsangiz bo'ldi. Birinchisi uningki rasmning asli cho'ng kichikligi. Bu rasmning cho'ng kichligi 56.5 megabayt deydi. Andan keyin bu yerda uningki asli nusxasi undan boshqa bu yerda bu santimetral kelibdi. Masalan, biz uni chekish orqali selim ko'znakni xohlagan tanlasangiz bo'ldi. Masalan, piksel. Yana bu kengligi 7000 piksel, egizligi 2822 piksel bo'lgan rasm ekan. Andan keyin farqlanish darajasi 300. Mushlarning qolgan birini kichiltish orqali siz aslidagi sig'imni kichilta olasiz. Masalan, men bu rasmni ba'zi persent bo'yicha ilib, ma'lum nisbatga kichiltay. Aslidagidan 50% kichiltay. Kichilatgan chog'da bu his qilsangiz bo'ladi. Keyin o'zgargandan keyin natija 14.1 megabayt. Bu burun qirg'ancha zo'r darajada kichildi. Bundan boshqa men aniqlik darajasini ma'lum nisbatga kichiltay. Masalan, 200 piksel bo'lsin. Har diyomda 200 piksel aniqlik bo'lsin. Shundan keyin buningki zo'r darajada kichilib 628 bo'ldi. Bundan boshqa bu yerda qayd avrish kilish fasonini tanlasangiz bo'ladi. Siz qaysini tanlashni o'zingiz ahvol qaraysiz. Bu nima degan chog'da bularningki har qaysining o'ynaydigan rol o'xshamaydi. Men buni siz tushuntirish uchun endi bu yerdan yana bir masalanga misol olay. Masalan, men buni o'chirib turib, hozir bu yerda har xil nusxalar chiqib turibdi. Masalan, asl nusxani saqlagan holatda cho'ngaytirish, andan keyin bu har xillari bor. Bularning nima degan chog'da endi o'ynaydigan rol o'xshamaydi. Masalan, men buni o'chirib turib, men bu yerdan bunday bir hozir ekranda bir chaqmoq taxtasiga o'xshaydigan bir rasm turibdi. Buni 200% cho'ngaytgandan keyin oldi. Endi biz buni o'xshamagan holatda bayqus orqali rasmga kirib, rasmning andan keyin buning nisbatini kichiltib, persentini andan keyin biz har qaysini o'xshamagan nuqtalar bilan andan keyin preslab bo'lgandan keyin
Buni jazmlashtirib ko'rib boqayli. Unim qanday bo'ldi degan chog'da unimi yaqin ko'rish uchun hammasini bir rasmga qilib chiqdik. Bunun asli rasm bunday bo'ladi. Lekin buni 72% kichiklatgandan keyin rasmlarni har qaysi cho'ngaytgan chog'da o'xshamgan to'rtlik rasm bo'ldi. Masalan, avtomatik holda qo'ygan chog'da bu rasmdek bo'ldi. Undan keyin qisaq bo'ldi. Lekin bular hammasining o'z aloyligi va kamchiligi bor. Siz diqqat qilsangiz bo'ldi. Mushlar orqali siz bularning zot qanday ekanligini bila olasiz. Masalan, biz bir misol olsak, buningki qo'shna orqali qayta avrish kelish usulida foydalangan bo'lsa, bu garchi intan suzukda ko'ringan bilan buning kamchiligi nima degan chog'da. Masalan, bir rayon kangri, yana bir rayon tarroq ko'rinadi. Bu butunlay asliga o'zgartiradi degan gap. Ba'zi nuqtalarni o'sha buzish xarakterlik o'zgarish hosil qildi. Masalan, buning qarasangiz, aslida yo'q rangdan bir paydo bo'libdi, hamda qiyinroq qora rang, undan keyin buning suzroq rang va oqroq rangdan paydo bo'lgan oraliqda bir ranglar paydo bo'libdi. Bu hammasi o'xshamagan usullarniki o'xshamagan unimidan iborat. Siz mashlarga qarab turib hislashtirsangiz bo'ladi. Endi biz bayqig'im jarayoni kelsak, do'stimga degan kelsak, men buni azali kichiltish uchun qanday qilaman degan chog'da, men buni asligidan holatdan 50% kichiltay. Ondan keyin men buning nisbatini 200 piksel har diyumga o'zgartay. Bundan keyin avtomatik holda tursin bo'ldi. Yoki siz cho'ngiltish orqali buni selektirsangiz bo'ldi. Buni tartib ko'gil bo'ldi. Men har qitim chekkan chog'da bu aslidagi rasmni ifodalaydi. Ma'lum sol tarafini chekkan chog'da, qo'lni tutib turib chekkan chog'da rasm suzuk holat keldi. Bu aslidagi biz kichiklatmagan chog'dagi holati. Qo'yayotgan chog'da biz o'zgartgan holati. Masalan, siz mush orqali ham ko'ra olasiz. Aslidagi holatni saqlab qolish orqali qanday unimi qanday. Buningda uningki yana qalayimqon ranglarningki o'zgarish darajasini odatda 100% qilsak ham kichikroq keladi. Undan boshqa masalan, ma'nosal siyliq o'zgardi. Qarmoq sal siyliqdek tuyuladi. Undan boshqa buni kichiklatgan qilgan usullari bor. Bu sal o'tkirdak ko'rindi. Siz mushlar orqali sizga qaysi mos kelsa, unimini eng tuvandek buzatmagan asos o'zgartira olasiz. Siz shu holatni tanlasangiz bo'ladi yoki qat'iy bilmagan taqdirda avtomatik holatni saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Buni qilib bo'lgandan keyin siz jazmlashtirib olsak, bu odat kichiklanadi bo'ldi. Men buni Ctrl 0 knopkasini bosish orqali muvofiq cho'ngaytay. Cho'ngaytgan chog'da bu aslidagi rasm qirgan chog'da zo'r darajaga chiqdi. Aslidagi rasm 56 megabaytni oshdi, hozir 6 megabayt atrofga tushdi. Siz buni yana muvofiq holda kichiklatsangiz bo'laveradi, lekin bu sizning do'stingizning ko'rishiga cho'ng ta'sir qilmagan asosda kichiklatsangiz bo'laveradi. Ham turmushimizda bunday narsalarni kichiklatishdan boshqa biz ma'lum darajada cho'ngaytish to'g'ri kelib qoladi. Masalan, bu yerda bir surat bor. Bu suratni biz endi texnik suzuk aklay, endi men aniqlik farqlanish darajasini cho'ngaytay deb o'ylagan bo'lsangiz mumkin. Bu chog'da yana o'xshashlar rasmning cho'ngchilikka kiramiz. Kirgandan keyin masalan bu 300 hozir piksel har diyumkan, biz buni cho'ngaytib 1000 piksel holat eklaydi o'ylagan bo'lsangiz qanday? Buning unumi amaliyotdan ancha o'ylagandek yaxshi chiqmaydi. Shunga biz rasmlarni cho'ngaytib tavsiya qilmaymiz, chunki aslidagi rasmning aniqlik darajasi ancha yuqori bo'lgan sharoitda siz buni cho'ngaytsangiz, bu unumi to'g'ri yaxshi bo'lmaydi. Bu nima degan chog'da aslida men cho'ngaytmagan chog'dagi rasmning cho'ngligi 5.167 megabaytdi. Lekin men buning farqlanish darajasini sal cho'ngaytdim. Cho'ngaytish bilan bu 63 megabaytga aylandi. Garchi buning unumi ancha yaxshi bo'lmagan bo'lsa-mu. Men hozir bir chekish orqali bu rasmning asl holatini ko'rdim. Asl holati bilan keyingi o'zgarganlik holati çok farq yo'q, lekin siz qurbonlik berdiğiniz buning zo'r darajada sig'imining yo'g'onab ketishidan xolos. Bu birsi. Undan boshqa siz bu rasmni hozir masalan to'rbat chiqarmoqchi. Hamda biz garchi bu rasmning hozir cho'ngligi 5.167 megabayt bo'lsa-mu, bu to'rbat loyihalari uchun aytganda yana cho'ng rasm hisoblanadi. Siz buni texnik kichiltish uchun qanday qilasiz? Ham to'rbatlarga moslashtirish qanday qilasiz degan chog'da. Buningdan o'sha rasmni tanlab bo'lgandan keyin widget ichiga kirib, men buni saqlash nimasini hozir men to'rbatga mos qilgan format bo'yicha saqlayman deymiz. Buni chekkan chog'da menda o'zgarish bo'ldi. Yangi ko'znak ichildi. O'zga ichilgan chog'da bu rasmning ismi o'zingiz
tanlaysiz yoki masalan qaysi holatni tanlasangiz bo'ladi. Undan ostida sizning formatini tanlaysiz. Birinchisi GIF holatdagi, ikkinchisi JPG, uchinchisi PNG 8, PNG 24 degan qatorliqlar. Hem bunun farqini biz oldinda so'zlab qo'ygan. Masalan, biz ko'p uchragan JPG eklaylik bu rasmni. Eklagan chaqda bu rasmning cho'ng kishligi chiqib turdi. Aslida rasmning cho'ngligi 5.6, bu yer eklagan chaqda bu rasm 1 megabayt atrofida kichildi. Buni texnik kichiltish uchun siz buningki masalan ma'lum darajada tanlasak bo'ladi. Masalan, buningki sifat o'lchimini eng tuvan bo'lib qolibdi. O'ttiral yoki uni qisqartirib ya bo'lmasa bu yerga uni cho'ngaytirib eng cho'ng eklasak bo'laveradi. Eng cho'ng ekaldik. Eklagandan keyin biz bu yerni 4 xil holat ko'rsak bo'ladi. Masalan, bizga qilbagini, masalan, biz buning holatini ko'ramagan bo'lsangiz, ma'lum darajada kichiklatamiz. Kichiklish orqali bu suratni sizga mos keladi ekanman. Masalan, men bu holatni ekaldim. Masalan, birinchi asldagi rasm bu holatda keyingi rasmni o'zgartgandan keyin 100% sifat holatidami bu 1.143 megabayt qilibdi. Siz bu holatda tanishib qilsangiz bo'ldi yoki uningdan kichik holatni o'zi belgilab bergan 50% sifat holati, 25% sifat holati tanlasangiz bo'ladi. Va yoki siz bu yerda rasmning cho'ng kishiligini o'zgartirib, chunki kengligi 1416 piksel degan rasm to'r bet nisbatan yanada cho'ng. Hamda eng cho'ng o'lchami 960 ni misolga olsak, bu suratninki rasm o'zgarishi yana o'zgarish paydo bo'ldi. Siz mana qilish orqali buni tamomlab bo'lgandan keyin buni saqlab chiqsangiz bo'ladi. Saqlab chiqib shu holatda o'zgarsak bu rasmning cho'ng kishikligi. Masalan, men buni kompyuter ustal yuziga saqlay. Ustal yuziga saqlab bo'lgandan keyin bu holat shakllandi. Men ustal yuzidan bu holatning cho'ng kishiligini ko'rib boqay. Qarsam 131 gigabayt. Bu rasm hamda to'r bet nisbatan muvofiq rasm. Men buning suzlik darajasini ko'rib boqsam bo'ladi. Suzlik darajasi ancha cho'ng o'zgarmagan deb qildim. Bu to'r bet nisbatan muvofiq. Mush usullar orqali siz rasmlarni cho'ngaytirish, kichikiltirish, andikin to'r betlar muvofiqlar qilsangiz bo'ladi. Ammo bu rasm qilamiz aslidagi rasm kichik bir rasmni cho'ngaytgandan keyingi holati. Biz baydadoq rasmdan amal bor cho'ngaytmaslik kerak. Cho'ngaytgan chog'da suyuq darajada ta'sir qiladi. Amal bo'lmagan chog'da cho'ngaytsangiz, o'xshamagan usullar orqali, ya'ni avtomatik usuldan boshqa o'xshamagan tanlagan chog'dagi farqli darajasini biz mush holat ko'rsak bo'ladi. Bularning ma'nosini o'z alohidaligi va kamchiligi bor. Agar siz zotli bularning aloyini bilmagan chog'da, siz buni avtomatik saqlab qo'ysangiz bo'laveradi.